Dunyo ilm faniga ulkan hissa qo'shgan buyuk alloma Mirzo Ulug'bek kim edi? U 1394-yili Sultoniya shahrida tug'ilgan. Amir Temurning nabirasi, Shohruxning o'g'li. Ulug'bek yoshligidan Samarqandda ilm-ma'rifat ichida ulg'aydi. 15 yoshida Mo'g'arun Nahr hokimi bo'ldi. Lekin yuragi ilm bilan band edi. 1428-1429 esa tarixdagi eng aniq rasavxonalardan biri Samarqand rasavxonasini qurdi. Zish ijodida Kuragoniy qo'lyozmasida 1018 ta yulduz joylashuvi eng aniq tarzda hisoblab chiqildi. 1420-yilda Samarqandda dunyoning eng nufuzli madrasalaridan birini bunyod qildi. U tropik yil uzunligini zamonaviy hisobdan atiga 58 soniya farq bilan aniqlagan. Afsuski, 1449-yilda siyosiy fitna oqibatida fojiali tarzda qatl etildi. Ammo uning ilmi asrlar davomida insoniyatni yoritishda davom etdi. Ulug'bek yulduzlar tilini tushungan sulton.